O'zbekiston poytaxti bir necha kundan beri dunyoning havosi eng iflos shaharlari reytingida yuqori o'rinda qolyapti. Nima ko'ryapsiz? Havo tozalaydiganlarni ko'rib o'tirdim. Narxi oshib ketibdi-yu. Uyda konditsioner bor. O'shandan ham qilsa bo'ladi-yu uni. O'shani puliga naryo yuziga boshqa konditsioner olamiz. Qanaqa qilib? Paxta bilan mintmonmi? Bor? Bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, ko'raylik mahoratingizni. Xullas aka, mana pultingiz ichida mod knopkasi bor. Buni fan rejimiga o'tkazamizda, yoqamiz konditsionerni. Shunda bu ventilyator rejimida ishlaydi. Hamma havodagi musorlarni shu boya yasagan filtrimizdan ichiga yig'adi. Keyin buni ichidagi paxtani bir haftada bir marta almashtirib tursangiz bo'ladi. Marlini bo'lsa, chayib, yana issiq suvda quritib ilib qo'yaverasiz. Endi $300 menga berasiz. Bu $300 men tokka sarflasam kerak? Yo'q, buning ichida 40 vatli motorchi bo'ladi. Bu 40 vatli motorchi 100 soatda 4,5 kW yozadi. Sizga bemalol aytaman aka. Ishdan chiqib olasiz.